Furani arzonida so'rayotganlar uchun 15.000 naqd pul bilan mana shu DAFXF Eurochi Persep bilan komplekt holatda egasi bo'lishingiz mumkin. Ya'ni variantga naqd pulga egalari 28.000 AQSh dollar deb aytayaptilar, lekin naqd pulga yaxshigina kelishtirib beriladigan joylari bor. Ma'lumotlar bilan endi birma-bir tanishtirib o'tib ketaman. DAFXF Euroch 2004-yilda ishlab chiqarilgan 430 taga 8 talik mexanika korobka, salonni ichki holatlarini videoni o'zida ko'rsangiz bo'ladi. Yaxshi holatda turibdi. Tegatchi hamma balonlarini yangiga almashtirib qo'yilgan ekan, 100% yangi holatda. Baklari bir tomonda 550 talik, bir tomonda 450 talik bak bilan jihozlangan. Motorlarini qildirib qo'yilgan ekan, hech qanday kamchilik yo'q deb egalar aytayaptilar. Kradishlarigacha qildirib qo'yilgan ekan. Mana balonni videoni o'zida ham ko'rsangiz bo'ladi, 100% yangi. Bu mana orqa balonlarning holati. Persep 2008-yilda ishlab chiqarilgan standart Persep. Kroni, moslari saf mos, bezirsor. Balonlarning holati ikkitasi 100% yangi, qolganlari 80-90% atrofida turibdi. Persepni ichki holatini ham mana videoni o'zida ko'rsangiz bo'ladi. Yaxshi holatda turibdi. Qiziqqan bo'lsangiz, egalarining telefon raqamini har doimgidek videoni past qismida yozib qoldirgan bo'lamiz. O'zlariga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Manzil Namangan viloyati, hozir Fura petagi ichida syomka qilyapmiz. Kosonsoy tumanining mashinasi. Videoga like bosib, mana shunaqa yaxshi narxda Fura qidirilgan Fura ishlarga jo'natib qo'yishlar. Esdan chiqmasa, kiga o'zi ko'pchilik biladi, Lori.uz ichki va tashqi yuklarni tashuvchi logistik kompaniya. Yaxshi narxdagi yuklarni Lori.uzda Telegramdagi guruhida olishingiz mumkin. Kanal linki Lori.uz Instagramga o'tasiz. Link qoldirilgan, link ustiga bosadigan bo'lsangiz, avtomatik o'tib ketasiz. Hammaga rahmat. Koydum adamlarını get bilemen, ay kız gönlümle, xuşla məni.